chiroyli bo'lsin, hamma manzur bo'lsin, hammamiz omad tilaymiz. Konsert dasturini boshlashga tayyormiz va bizga yaqindan yordam berayotgan axborot hamkorimiz Asilbek Mediaga ham o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana Asilbek Media tasvirlarga olyapti. Qanchalik ashaddiy ekanligimizni ko'rsatib qo'yaylik. Qolaversa onajon, eng istarali ayollardan biri siz ekansiz. Nurlan Hamroqulovni taklif etamiz. Russomjon Fayziyevni taklif etamiz. İnson raqsga tushsa 20 yoshga yoshlanadi onalari. Assalomu alaykum opa bo'jichilar. Opa, ko'zim sizga ketib qolaveryapti. Yo qaynonamga birga bir o'xshatgansiz. Davramizga Hilola xonimni taklif etamiz. Sen alaman deydi, almasam o'laman deydi. Qarsajoninglar, oshlarga kech qolmaysizlar-ku. To'ylarda rahmat minnatdorchiligimizni bildiramiz. Amirxon janoblarini davramizga taklif etamiz. Ikki yo'l hayronda men yo'q zorim. Jaloldan Ahmadaliyevni taklif etamiz do'stimiz, qadrdonimiz. Bolalar barchalar ko'rganimizdan juda xursandmiz. Oling yaxshi qiz. Cho'dadir. O'dadir ham Humoyun Mirzoni taklif etamiz. Ona yaxshimisiz? Habibdan arz chalib qo'ying. Shildir suvlar oqar, yangi vaqtning Konsert zo'r bo'ldi uni. Umrlari uzoq, tan joni sog' bo'lsin. Shularni uyushtirganga ham rahmat. Yangiobod xalqiga, yigitlariga rahmat. Umrlari uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Yangiobod trendga chiqadi, xudo xolasa. Bunga javob beramiz. Umr o'tar, vaqtni hech kim tutolmaydi. Osmon olis, hech bir narvon yetolmaydi. Bu zaminda makonlar ko'p do'stim, ammo hech qaysi yurt pop tumandek bo'la olmaydi. Ana shunday baqirib turinglar, muxlisni ko'p kamligida emas, u shijoatkorligida, yuragi ishlayotganligida gap. U 100 kishi bo'lsa ham sizlarchalik olqish bera olmasligi mumkin. Shuning uchun ashaddiy muxlisimizni bildirib, hozir bir birinchi seansda ham konsertini qo'yib kelyapmiz-da. Mana Asilbek Media tasvirlarga olyapti. Qanchalik ashaddiy ekanligimizni ko'rsatib qo'yaylik. Bu repetitsiya bo'ldi opalar. Endi ovozlar, qarsaklar bilan 1 2 3 Assalomu alaykum Yangiobod! Salomat bo'linglar, shijoatlaringizga ko'z tegmasin. Navro'zi olam muborak bo'lsin. Barchalaringiz bilan tinchlikda, omonlikda, bag'ri butunlikda yurtimizni bayramlari sabab diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bizni deb tashrif buyurgan hurmatli hamyurtlar, hamqishloqlar, popdan kelgan opalarimiz, sog' bo'linglar. Boshimiz yerga tekkincha barcha ijodkorlar nomidan ta'zimdamiz. Rahmatlar aytamiz. Xudo xolisa bugungi konsertda ozligimizni bildirmasdan xola. Eng kattasi siz ekan. Siz bularga master-klass o'tib turasiz. Bugun raqslar bo'yicha. Buni ertaga hamma ko'rishi mumkin-da. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, Parizoda ham ko'rsa, ana meni ustozim ekan bu xotin degan fikrga kelish kerak. Oldin Lazgina qizi bo'lgansiz-ku, Lazgi ansamblida ishlagansiz, to'g'rimi? Bugun ko'rsatamiz ana shu hunarlar. Qolaversa onajon, eng istarali ayollardan biri siz ekansiz. Voy, men gapiryapman, bular konsertda bir bas gaplashib o'tiringlar. Konsertda bo'lgan. Keyin gaplashaverasiz. Endi ko'rishlaring shikilida o'zi, ha? Ro'zalar bilan deb ayting, charchamayapsizmi uydagilar, kelinlarni so'rang. Xolam o'zi bolalardan qochib keldilar. O'zlari addinda o'tiribdilar. Tinch qo'yinglar bugun xolam. To'g'rimi xolam? Mazza qilib o'ynaymiz. Biz konsert dasturini taqdim etishga tayyormiz. Sizlar tayyormisizlar? Ana shunday. Bugun mazza qilib o'ynaymiz, kuylaymiz, yayraymiz. Mana shu davramizga dastlab mana shu yurt o'g'lani bugun Yangiobodni yaxshi o'g'lonlarini ham, ijodkorlarni ham taklif etganmiz. Juda ham ko'p ustoz san'atkorlarimiz bor bu yurtda. Mana shu davramizga ana endi qarsak sadolaringiz bilan Husniddin Hamroqulovni taklif etamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi kayfiyatdamiz. Hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Allohga shukr. Laylisi yo'q majnundurman,
hijronlarga tutqundurman, laylisi yo'q majnundurman, hijronlarga tutqundurman, bir umrga mahkumdurman, men yonaman, endi senga begonaman. Bir umrga mahkumdurman, men yonaman, endi senga begonaman. Ketsang boshqa ko'chadan o't, baxtli bo'l yor, qo'lidan tut. Ketsang boshqa ko'chadan o't, baxtli bo'l yor, qo'lidan tut. To'y gulxandan tutashdi o't, men yonaman, endi senga begonaman. To'y gulxandan tutashdi o't, men yonaman, endi senga begonaman. İşim yok ishq sotgan bilan, jonim o'tga otgan bilan. İşim yok ishq sotgan bilan, jonim o'tga otgan bilan. Yuragim o'z qotgan bilan, men yonaman, endi senga begonaman. Yuragim o'z qotgan bilan, men yonaman, endi senga begonaman. Toshlarga uray boshim, ketarday bag'ri toshim, qay toshlarga uray boshim, mirzo degay tugabdoshim, men yonaman, endi senga begonaman. Mirzo degay tugabdoshim, men yonaman, endi senga begonaman, endi senga begonaman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Barchaga mana shu kirib kelgan yangi yil ayyomimiz 21-mart ayyomi muborak bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat, bayramona kayfiyat tilaymiz. Sho'xroq qo'shiqlar sizlar uchun. Qani marhamat, barcha raqsbob qo'shiqlarimizni, barcha mehmonlarimiz, hamqishloqlarimizni ham davramizga taklif etaveramiz. Sozandagilarimizga ham kattakon rahmat. Bayram muborak bo'lsin hammaga. Qani biroz g'ashlamayor. Sen shoh bo'lsang men doim gadoyingman, senga o'zim bir umr adoyingman. Yoshlamayor, ko'zlaringni
rashki doim orli bo'lar, orli bo'lar. Biroq qaynab ko'zlaringni yoshlama, yoshlama yor, yoshlama yor. Sen shoh bo'lsang men doim gadoyingman, gadoyingman, gadoyingman. Yoshlama yor, yoshlama yor, ko'zlaringni yoshlama yor. Tashlama yor, tashlama yor, ro'molingni tashlama yor. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey! Biroq qaynab ko'zlaringni yoshlama, yoshlama yor, yoshlama yor. Sen shoh bo'lsang men doim gadoyingman, gadoyingman, gadoyingman. Yoshlama yor, yoshlama yor, ko'zlaringni yoshlama yor. Tashlama yor, tashlama yor, ro'molingni tashlama yor. Salomat bo'ling, rahmat hammaga kattakon, hammaga Husniddin Hamroqulov ijodiy barkamollik tilaymiz. Xudo xolisa yana chiqishlari bor. Bitta gap aytaymi? Raqsga chiqdilarmi yo chiqmadilarmi? Endi bolalar qo'yinglar, men bugun yayranglar, o'zlaring uchun vaqt ajratinglar opalarimiz. Hozir mana shu davramizga yaxshi ijodkorimiz Rustamjon Fayziyev jamoasi bor. Sizlarning yaxshi kunlaringizda, tavallud topgan kunlarda ham o'zlarining surpriz tashriflari bilan buyurib, onalarimizni, yurtdoshlarimizni xursand qilib kelyaptilar. Yaxshi ijodkor do'stimiz, meni qadrdonim Rustamjon Fayziyevni taklif etamiz. Yur aylanib adirga, kelamiz birga birga. Yoningdan ketkim kelmas, boydod ko'nglim opsanatirga. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginimga ishqni joyladi. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginimga ishqni joyladi. Mazza qilib o'ynasak bo'ladi, bayram bayramday bo'lsin. Chiroyda sen tengi yo'q, endi halovatim yo'q. Bo'g'ma yurur endi, boydod ko'ylagingni yengi yo'q. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuraginimga ishmi joylading. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuraginimga ishmi joylading. Yanoqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil, jilli qilasan boydod salin sob qilib suzil. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuraginimga ishqni joylading. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuraginimga ishqni joylading. Mast aylading, sarmast aylading, mening yuraginimga ishqni joylading. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu ajoyib
bir konsert zaliga tashrif buyurgan hurmatli onajonlarimiz, opa-singillarimiz, barchalaringga bayramlar muborak bo'lsin. Barchalaring xush kelibsizlar. Bahoriy kayfiyat hech qachon tark etmasin. Ana shunaqa baqir-chaqirlar bilan bir kayfiyatlarimizni ko'tarib olsak, ajoyib konsert dasturimiz bo'ladi. Men barcha xonadonlarda aytganim kabi, onajonim ro'mollari yarashgan go'zal onam. Umringiz uzoq bo'lsin, qadamlaringizga hasanat, bayramlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bahor yosharish faslida mana shunaqa go'zal bo'lib yosharib yuravering. Hozirgi aytadigan qo'shiqlarim barcha onalarimga tegishli. Farzandlar baxtiga onajonlarimiz hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Konsertimiz davom etadi sizlar uchun. Marhamat, birgalikda o'ynaymiz. Onajon, onajon, jon jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, onajon, jon jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Qani birgalikda. Onalarim marhamat, davramizga taklif qilamiz sizlarni ham. Farzand burchin oqlayin, mehringizni saqlayin, poyingiz sajdaga qum, umrbod ardoqlayin. Farzand burchin oqlayin, mehringizni saqlayin, poyingiz sajdaga qum, umrbod ardoqlayin. Ey onajonim, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Inson raqsga tushsa 20 yoshga yosharadi onalarim. O'ynaymiz, kulamiz. Qani ketdik. Yoshlik qilsam bilmayin, toshlik qilsam bilmayin, afiyatasi shunda ham yuzimdan yuz burmayin. Yoshlik qilsam bilmayin, toshlik qilsam bilmayin, afiyatasi shunda ham yuzimdan yuz burmayin. Ey onajonim, onajon, mehru jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, toki bordir tanda jon. Onajonim, onajon, mehru jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, toki bordir tanda jon. Ey, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling onam. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Onajon, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, onajon, mehru jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, toki bordir tanda jon. Qarsalar bilan bir olqishlab ko'ramiz. Ey, bugun bayram. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Onalarimiz uchun ajoyib qo'shiqlarni aytdik va go'zal qizlarimizga, o'zbek qizlarimizga ham qo'shiqlarimiz bor. Bemalol davraga chiqib o'ynashlaringiz mumkin. Bayram bo'lsa bayramdek bo'lsin. Qani ketdik. Ahey! Singillarim birgalikda o'ynaymiz. Biringiz hamrohim, biringiz singlim, tinglang yurakdagi nolalarimsiz. Yigitlarni desa ham ishonavermang, asan so'zlariga quvonavermang. Biringiz hamrohim, biringiz singlim, tinglang yurakdagi nolalarimsiz. Yigitlarni desa ham ishonavermang, asan so'zlariga quvonavermang. Go'zal, go'zal qizlar, asal, asal qizlar, o'zbegimni qizlari, chiroyli qizlar. Go'zal, go'zal qizlar, asal, asal qizlar, o'zbegimni qizlari, iboli qizlar. Turib olib ham o'ynasak bo'laveradi, og'am qani? Hey! Yurgingiz bo'lsin sohonalarcha, qalbdagi sevgingiz afsonalarcha. Yurgingiz bo'lsin sohonalarcha, qalbdagi sevgingiz afsonalarcha.
Asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, chiroyli qizlar. Güzel güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, ibodat qizlar. Hop! Yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Ha! Xalqini to'qrolar sevgi qurboni, Majnunni qiynagan Layli hijroni. Xalqini to'qrolar sevgi qurboni, Majnunni qiynagan Layli hijroni. Yuzingizda o'zbek hayot bordur, yaxshi qilmasliga aljam bordur. Yuzingizda o'zbek hayot bordur, yaxshi qilmasliga aljam bordur. Güzel güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, chiroyli qizlar. Güzel güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, ibodat qizlar. Hop! Güzel güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, chiroyli qizlar. Güzel güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, chiroyli qizlar. Güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, chiroyli qizlar. Güzel güzel kızlar, asal asal kızlar, O'zbegimning qizlari, ibodat qizlar. Yana bir bor bayramlaring bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umrlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Sog' bo'linglar. Ruslan Vayziyev. Assalomu alaykum opa bujichilar. Mana shu Yangiobodning shunqorlari, haqiqiy mard o'g'lonlari, turinglar akalarimiz, yigitlar, do'stlarimiz. Shunday o'rinlanglar, turinglar. Yigitlar deyapmiz-ku. Qarshi javob qo'yinglar opalarimiz. Mana shu yigitlar, opalar, sizlarni qishloqlaring yanada chiroyli bo'lish uchun uxlamadi. Rost, kechasi 1:30 dan vaqtiga ovoz berib boring, ikkita yoqda yetilib tashlab o'tib ketdi. Rost, har kuni telefon qilib, "Va berdim ovoz" desam, "Aka, men yanga tanidim, berdim" desam, "Aka, unaqa demang, rostdan harakat qilishdi. Mendaqadan nechtasiga telefon qilish, uxlamadi va nihoyat bu zo'r natija, 2-o'rinda g'olib bo'lishdi." Yigitlar, mana shu fidoyilik, mana shu vatanga xizmat, mana shu yurtga, mana shu qishloqda obodligi uchun xizmat qiladigan yigitlar. Sizlar sabab Xudo xolasa yuzga kirib, qachondir o'tib ketsak ham ota-bobolarimiz biz uchun mehnat qilgan deb duolar qilishadi. Sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Oilalang baxtiga omon bo'linglar. Minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu Yangioboddir, Yangiyerdir, Marg'izordir, Uyg'urdir, Popdir. Tuman biznikida, viloyat bizniki. Obod bo'lsa, chiroyli bo'lsa, faxrlanamiz. Sog' bo'linglar yigitlar, omon bo'linglar. Konsert dasturimiz davom etadi. Hammasi yaxshi, qarsaklar go'zal, gap bo'lish mumkin emas, raqslar yetishmayapti-da. Bugun mazza qilib o'zimiz uchun vaqt ajratamiz, mazza qilib yayraymiz, davramizga taklif etamiz. Diyorbek, qarshi javob qo'yasizlar. Yürek
Olmazmadan manam Güzelsen ne hammadan Arasçımsan uzunne Çimirme koşluk kalam Olmazmadan manam Güzelsen ne hammadan Arasçımsan uzunne Çimirme koşluk kalam Diyorbek janoblari, rahmat, salomat bo'ling. Jodiy barkamollik tilaymiz. Endi opalarimiz endi chiqishuvda jecha kam bo'lib qoldi. Yana sho'xroq qo'shiq bilan boshlaymiz. Opa, ko'zim sizga ketib qolaveryapti. Nimaga ketib qolyapsizmi? Aytay, endi o'lmasa opa. Yo qaynonamga birga-bir o'xshar ekansiz. Rost, ro'mol bo'ylashlaringiz, og'zingizni yopib qarg'ashlaringiz. Rizo bo'lsin. Men xotinimni ismini yaxshi ko'rib uylanganman. To'xtaxon. 13-farzand. Qaynam 13 ta tuqqan. Rost, qaynatamcha sho'xroq bo'lganda aka. To'xtarmikin deb qo'yavergan, to'xtarmikin. Shuning uchun oxirgi farzand bizga nasib qilgan. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Hazillashaman. Endi bugun rosa ko'p qaynonalar kelibdi. Maza qilib yayrab o'tiribsiz onajon. Tuyachingiz, ziraklaringiz bir ham yarashib turibdi. Endi bugun reklama qiladigan vaqt keldi. Chiqamiz, o'ynaymiz, yayraymiz. O'zi ayb menda salom berishingizdan chiqibdi. Assalomu alaykum kelinlariga azob berayotgan qaynonalar va qaynisingillar. Assalomu alaykum bu kunlar ham o'tib ketar deb sabr qilib yashayotgan kelinlar. Kelinlar ko'proq agana. Xush kelibsizlar. Bugun bayram, mazza qilib yayraymiz. Mana shu davramizga yana yaxshi xonandalarimiz reklamalarda ko'rgansizlar, sirli ijodkorlarimiz ham bor. Malika xonim Egamberdiyeva bor. Por farzandi, Pop tumani farzandi. Ana shu qizni eng ishongan suyukli shogirdlar. Yuzlari ham o'xshaydi. Bitta odamga ixlos qilsa o'xshab ketar ekan. Davramizga Hilola xonimni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Davra taklif qilamiz onajonlarimiz. Aylanıp çıktım bağyana, bir hoca geldi merdana. Aylanıp çıktım bağyana, bir hoca geldi merdana. İşkinde bulup divana, işkinde bulup divana. Ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Raqsga taklif qilamiz marhamat onajonlar birgalikda. Onajon ikkala qaling birgalikda. Bayram muborak bo'lsin barchaga. Gelip de nasıl mestana, zulmüyle cümle cihana. Gelip de nasıl mestana, zulmüyle cümle cihana. Boyunu takma bahana, boyunu takma bahana. Ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Onajon bemalol turib o'ynashingiz mumkin. Marhamat. Kaddi boyuna can kurban, dim gelişken yanıp durgun. Kaddi boyuna can kurban, dim gelişken yanıp durgun. Özünki yürekten urgan, özünki yürekten urgan. Ey ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Davom etamiz. Onajonlarimiz raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Birgalikda hammamiz o'ynaymiz. Sapsariq sochlarımni uzun uzun o'rayman. Menga ko'p gapirma, men seni tanimayman. Sapsariq sochlarımni uzun uzun o'rayman. Yetadi bo'ldi gap
bilmesin görüşeylik dedi pinhana. Vay mana bu nima deyapti, ensalarim tutyapti. Bo'ldi baland kelma, stop, gaping yoqmayapti. Vay mana bu nima deyapti, ensalarim qotyapti. Menga baland kelma, shashma gaping yoqmayapti. Hamma birga aytamiz. Voy mana bu nima deyapti, ensalarim qotyapti. Menga baland kelma, shashma gaping yoqmayapti. Voy mana bu nima deyapti, ensalarim qotyapti. Bo'ldi baland kelma, stop, gaping yoqmayapti. Voy mana bu nima deyapti, ensalarim qotyapti. Menga baland kelma, shashma gaping yoqmayapti. Güzeli, beni istedeli, kuş ruhine deli.
o'zi uchun nogoh ko'rinib ko'chada uli sarvehramon qo'sh qoqdi ketdi nogoh ko'rinib ko'chada uli sarvehramon qo'sh qoqdi ketdi qo'sh uchida ibo qilaban cho'ppasilar son bir boqdi ketdi ul shu xabari ko'zlari ofatsiz otash hay hayna javohir bir shiva qilib etdi mani o'ziga hayron xush yoqdi ketdi bir shiva qilib etdi mani o'ziga hayron xush yoqdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi yuz jilva bilan borur elik ko'chada ul sho'x bag'rimni qilib qol yuz jilva bilan borur elik ko'chada ul sho'x bag'rimni qilib qol ming ta'zim ilaman qalban volay hayron zor etdi ketdi ming ta'zim ilaman qalban volay hayron zor etdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi mashrabni bu dunyoga xirom etgan o'zingsan ey ko'zlari sharo aytdi so'zini yoydi bu dunyoga farovon lol etdi ketdi aytdi so'zini yoydi bu dunyoga farovon lol etdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi bir boqdi ketdi o't yoqdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi hay hayna javohir zor etdi ketdi Tavbayla bayram muborak bo'lsin. Hilola xonim, rahmat, ijodiy barkamollik tilaymiz. Yulduz opa kelganingiz bilindi. Ana shuni jonlantiring opa. Ikkolang o'lmasa ham ikkolang siz ag'dan siz bag'dan qilmasligingiz bo'lmayapti. Raqslarga chiqinglar. Keling endi bayram bilan tabriklab qo'ying. Qarshi cholinglar. Xotin qizlar bilan ishlaydigan opamiz shu. Hamma ayollarni yonini olib urushadigan, janjallashadigan, sizlar tomon bo'ladigan opamiz shu. Yangiobod jonko'r ayollaridan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz onaxonlar, akaxonlar, ukajonlar. Xush kelibsizlar bizning mahallamizga. Mana bugun biz uchun qo'shiq bayram. Mana shu Ofin budjetda mana shu yigitlarimiz tashabbusi bilan, qizlarimiz tashabbusi bilan ikkinchi o'rinda oldik. Mana bugun yoshlar hammalar endi bayram bilan mana shu yigitlarimizga ming marta rahmat, ota-onangizga rahmat, ilohim o'rib o'stirgan ota-onalarga rahmat. O'zlariga ham rahmat. Ilohim bayramlar bayramga ulansin. Mana shu Navro'z yosharish, yangilanish. Mana shu kayfiyat hech qachon yil davomida sizlar tark etmasin. Ilohim hamisha tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, xonadonlarimiz tinch bo'lsin, mahallalarimiz obod bo'lsin. Faqat mana shunaqa yutuqlarda nima qilib, bayram qilib, to'yga ulanib, bayramlarimiz bayramga ulanib yuraversin. Hammalaringiz mana shu yerda o'ynab, kulib, bugun o'ynab kulishingizga sizlarga kattakon rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Hamma raqsga. Xursandligingiz bilinib turibdi opajon.
Endi shuncha milliardni oldindan kechki iftorlik qilib yuborasizlar, tayyorlab qo'yasizlar. 15 kishimiz xolos. Sog' bo'linglar. Bitta narsani aniqladim-da. Hozir iltimos. Konsertga kech qolib kelyapsizlar-ku. Hozir ham endi bilet oladiganlar bor opa ko'chada. Endi kelyapti. Bular konsertlarga kech qolar ekan, hasharga kech qolar, oshlarga kech qolmaysizlar-ku. To'ylarda. Bugun mayli, kech qolib bo'lsa ham kelganlaringga rahmat. Rosa havas qildik, kelgan muxlislarimiz, e'tibor qilib kelganlaringiz uchun rahmat, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana sizlarning farzandlaringiz, ustozoda san'atkor Amirxon janoblarini davramizga taklif etamiz. Birgalikda hayronda men yo'q zorim hech kimsa ko'rmas mening holim ikki yo'l hayronda men yo'q zorim hech kimsa so'rmas mening holim ko'zlarimdan tinmay oqar yoshim ayriliqqa chidolmas bardoshim ko'zlarimdan tinmay oqar yoshim ayriliqqa chidolmas bardoshim armon azoblar 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 bu jonim hijron qiynoqlar 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 bu jonim armon azoblar 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 bu jonim hijron qiynoqlar 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 bu jonim açılgan gülüm yolg'on sayrashing bas qil bulbulim gul bog'larda ochilgan gulüm yolg'on sayrashing bas qil bulbulim seni o'ylab qiynalar dilim tun qo'ynida yuragim tilim seni o'ylab qiynalar dilim gul qo'ynida yuragim tilim armon azoblar 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 bu jonim hijron qiynoqlar 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 bu jonim armon azoblar 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 bu jonim hijron qiynoqlar 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 bu jonim
jonim. Hicron qiynoqlar, qiynoqlar, qiynoqlar bu jonim. Armon azoblar, azoblar, azoblar bu jonim. Hicron qiynoqlar, qiynoqlar, qiynoqlar bu jonim. Yana bir bor qo'shaloq bayramimiz muborak bo'lsin. Marhamat bo'lmasa, kayfiyatni ko'taramiz. Davom etamiz birgalikda. Ha? Sochlarni ko'rsatmaydi ro'mollar taqib. Dardim suvga aytsam ketdi-ku oqib. Ko'chalarga suv sepadi o'tganimda, olmayapti xatlarimni tutganimda, meni tashlab ketmasini kutganimda. Gelsa gelsin, yarım gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulum gelsin. Gelsa gelsin, yarım gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulum gelsin. Hey yashasin, bayramlar qutlu bo'lsin opalarimizga. Qochma mendan yetib olaman, yetib olsam quchib olaman. Ari bo'yi uchib borib vis 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 lablaringdan chaqib olaman. Ulashdilar gaplarimiz, tutashdilar qalblarimiz. Kelsang edi bag'ringga bir bossang edi yor, uchrashardi lablarimiz. Gelsa gelsin, yarım gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulum gelsin. Gelsa gelsin, yarım gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa yarım gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulum gelsin. Gelsa gelsin, yarım gelsin, olma terib beray deb jonim gelsin. Gelsa gelsin, borim gelsin, ishva bilan nozlanib gulum gelsin. Amirxon do'stimiz Yana bir bor Rashid Zohidjon akamizga ham rahmat, shunchalik bayramni tashkillashtirib barcha san'atkorlarni bitta qilganingiz uchun. Sog' bo'linglar, rahmat. Amirxon do'stimiz. Reklamalarda o'qigansizlar, sirli ijodkorimiz bor deganmiz, to'g'rimi? Mana shu davramizga estradamiz yorqin yulduzi o'zlarining chiroyli kuy qo'shiqlari bilan qalblaringizni zabt etgan ijodkor Jaloliddin Ahmadaliyevni shogirdi Abrorbek Mahmudovni taklif etamiz. Do'stimiz, qadrdonimiz chiroyli kuy qo'shiqlarini albatta sizlar uchun taqdim etadilar. Qarsaylaringizni chalib qo'yasizlar. Olmasning ham narxi bor, bebahosan o'zingcha. Menga nima farqi bor, burliqasan o'zingcha. Menda aqlu hushing ham, mensiz o'tmas tushing ham. Men deb og'rir tishing ham, beparvosan o'zingcha. Senga mahkum emasman,
sendan mamnun emasman, garchi majnun emasman. Sen Laylasan o'zingcha, o'zingcha sen Laylasan, o'zingcha sen tanhosan. Menga nima farqi bor? Sen Laylasan o'zingcha, o'zingcha sen Laylasan, o'zingcha sen tanhosan. Menga nima farqi bor? Hurliqasan o'zingcha. Ko'nmay baland pastiga, qiynar yurak aksiga, ming dardimning ustiga. Muammosan o'zingcha, ey senga gullar yoqmaydi, na bulbullar yoqmaydi, Istanbullar yoqmaydi. Bir dunyosan o'zingcha, qiz degani mo'rt kelar, olmasida to'rt kelar, bir chorlasam to'rt kelar. Sen tanhosan o'zingcha, o'zingcha sen tanhosan, o'zingcha sen Laylasan. Menga nima farqi bor? Sen tanhosan o'zingcha, o'zingcha sen Laylasan, o'zingcha sen tanhosan. Menga nima farqi bor? Hurliqasan o'zingcha. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Fayzbek Koshonaga dargohga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar, barchalarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Onalar, opalar, akalar, ukalar, har doim yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Hammalarga Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha ustozimizni Jaloliddin Ahmadaliyevning qo'shiqlarida ijro qilib beramiz. Endi xato kamchiliklarga to'g'ri tushunasizlar. Endi jonli ijroda xato kamchiliklar bilan qiziqdik-ku. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bemalol tortinmasdan qo'shiq so'rasalarni ijro qilib beraveramiz. Ungacha repertuar davomida ketaveradi. Rahmat.